Salam ekran aldiki azizlar. Tarım Navası programımız arqılıq yeni sizlər bilan didarlaşqanlığımdan tolumu xoşalman. Mən proqram riyasətçisi Mayra Qurban. Körüb atqanlar Şinjan Könök Pən Texnik Çeklik şirkəti, Körgün Media İşxanası tarqatqan Şinjan Saray Yemək İçmək Mülazimət Çeklik şirkəti tacdarlığıdakı Tarım Navası proqramısı. Proqramımızın bu sanı təklif qılğan əziz mühimimiz bolsa, Mahmudcan Muhammed. Mahmudcan proqramımıza xoş gəlibsiz. Rəhmət. Mahmudcan, söhbətimizin başlaşından avval şu ekran aldıdaki sizin naxışlarınızı suyup anlaydıgan dostlarımızga salmağınızı bir yolu ötəmsiz. Oldu. Yaxşımızlar Tarım Navası proqramımızın əziz görənmənləri, köçü dostlar Mahmudcan Muhammeddən hammalarga mehirlik salam. Mahmudcan, sizinki şu naxşı musiqaga dəstəpki qədəmdə şu qiziqishingizga, qadam besishingizga qandaq bir kuch səbəb bo'lib qolgan? Bununda endi men bir ma'rifchi ailesi cho'ng bo'lgan, ota-onam ma'rifchi. Ben tug'ilsam shu o'mlab qopib bir maktabning qo'rg'isi cho'ng bo'lib ekanman-chi. 6-7 yosh vaqtlarimda o'tkilarimiz sizdi-ku. Biz cho'ng bo'lgan davrlarda siz bilasizki, shu Pünfan o'ylarning bir mehmonxona uyda bir uy bo'lgan. Yo'q, benchang va 15-20 odam patadigan. Dasturxon ma boshini sas, a boshqa turadigan. O'chaqda mehmonlar ko'p keldi ekan-ku, o'ylar. Kelsa tomoqlarni chiqarib, tomoqni yeb bo'lgandan keyin o'zining paranglarini gazirini chiqib turgan vaqtda dadam, unda olsa meningki artist bolam sizlarga bir numara o'rlab bersin deydi. So'ngra men chiqib uchoqda g'arib sayohat filmi, hozir 7 yoshdan 70 yoshgacha davlatimiz ishlagan Kuzur film-ku. Shu filmdagi Baji, Sunmukun, Tangsang hamma do'rab beretdim. Rol ilishtirdim talantingiz bor. Shuning bilan supagini qo'limga ep degandek shunday bir xil bioyalarni o'ynab, işte muzikani og'zimda chep, naqshini og'zimda aytib qilsam degan bu uyga kelgan mehmonlarning haliqi dasturxon ustida yegan tomoqlari u xo'shaligi bir tang, mening qo'yib bergan numerim bir tang, o'zimni xudo cho'ng sahnlarga chiqqandek shu chog'da chiqib riyosatchilikni qilib, işte numer o'rlab beretdim. Qilsam shunda xo'shib ketdi-chi, uyga kelgan mehmonlar degan voy shunda talant bo'lib bo'pti, unda qo'y bolam deb. Balkim shu ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. To'liqsizlik chiqqandan keyin to'liqsizlikka muzika o'qituvchim meni talantimni his qilib muzika ishxonalari ayrim bo'ldi emasmi maktabda? To'g'ri. Bir tal oshqush menda shu o'quvchim o'quvchilarning orasida bir tal oshqush shu muzika o'qituvchimda qachon kirsam bevosita kirib ishxonaga shu tinabs vaqt boshqa savodoshlarim maydonda o'ynasa, top uchib faoliyatlar bilan shug'ullansa, men udullab is xiyolim shu muzikada birinchi shu ishxonaga kiriblarman, shu diyenzchin, gangchin narsalar boti. Shuni ugunib degandek to'liqsizni bitirib bo'lg'uchimi, shuxul sazning o'disini chiqarib bo'lganman. Shu chaqning o'zidilam. Mahmudjan, uzun yillar bo'ldimi sizningki naqshlaringizni men va shu ekran oldidagi xalqimizni suyib anglayotdi. Sizningki shu naqsh musiqa bilan shug'ullanganingizga jiq jarayonlar bo'ldi-ku deyman. Qanchalik bo'lgandi? 17 yil qadam qo'ydi bu yil. Uzoqqa. 17 yil qadam qo'ydi. Endi meningki qisqig'in deb o'tsam, rasmiy shu ekran yuzini xalq ommasi bilan tanishgan vaqtim 2015-yildan boshlandi deb o'ylasam bo'ldi. Onundan burunqisi o'rganish, egallash degandek, tajriba to'plash degandek vaqtlar bilan o'tdi. 2019-yilga kelgan chog'da Mao Jungo Xaoshanyin Jungo yaxshi og'iz programmasini bizning shu Oqsu Unsu yo'li manzara rayonida o'tkazdi. Bilasiz qachon. To'g'ri. Bu mu yaxshi fursatda bizning oldimizga kelgandan keyin bu programga men qatnashay deb, uning qatnashsam, undan shunday yaxshi natijalar bo'ldi, tanlandim. Ikkinchi bosqich, hatto uchinchi o'tkalgacha o'tib Laoshilarmo markazdan Bejinga kelgan o'qituvchilar botib, shunda balishim shunday yaxshi bo'ldi, senda bir alaylik bor ekan. Tresh degandek undan natijalar yaxshi bo'ldi. 2020-yilga kelganda 4-qara Ipak Yo'li sadasi programmasi o'quvchi qabullaymiz degan o xabarni oldim. O xabarni anglab buni tizimlay. Yaxshi fursatgan deb o programmani tizimlasam, unga xabar keldi, darhol qatnashing deb. O programma qatnashib shu Toshmuhammad ustoz guruhi tanlanib, necha o'tganlar bilasiz, endi oxiri bag'ich nurg'un o'tganlarni besib o'timiz. Shu 8 oy, 9 oy vaqtimiz Urumchiga berib kelib, shu yerda turib degandek nurg'un bosqichlarni boshdan kechirib 5 kuchlik o'quvchi qatoriga kirib, yaxshi natijalarni, yaxshi kelishga olib keldik.
Mahmudjon, programmamız qatnaşqaşkansizmi? Shu ekran oldidagi sizning naqshlarni so'yib anglaydigan do'stlarimizga bugun quruq kelmadingiz deb o'ylayman. Quruq kelmadim, albatta quruq kelgan olmaydi. Mahmudjon, bayam deb o'tdingiz, siz nurg'ulg'an san'at hayotingizda nurg'ulg'an issiq sovuqlarni boshdan kechiribsiz. Bu jarayonda to'plagan tajribalaringizmi, boshdan o'tkazgan ishlaringizmi oz emas deb o'ylayman. Endi sizningki shu hozir yangidan chiqayotgan yosh naqshchilarimizga, yangi ijodiyatchilarimizga o'zingizniki boshdan kechirgan tajribalaringizni bir yakunlab, mushlarga bir qanday bir ko'ngil so'zlaringiz bor, mushaqda bir ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi.
Endi hozir taratqular bak yaxshi, sharoit bak yaxshi bo'lib ketdi hozir. To'g'ri. Masalan, naqsha, kino, film deymiz, suplar shunday yaxshi bo'lib yotadi. Azraqlarni qilib qo'ysa, tezlik qo'ngil bo'lgan holatga yetdi hozir. Bizning o davrlarimizda bak burungi davrim emas, yaqinqi davrlar bu texi. 10 necha yil, 6-7 yil burungi davrlarda bunday yaxshi fursatlar yo'q. Fursatlar yo'q. Biz bir ta plastikani bir naqshni jiroqda anglasak, shu dayxonaga kirib, shu plastikani setib olib, shu naqshning hammasini anglab, tekstini tatib, puroqlarga yodilib, uni biz sistemlashtirib, o'n barmog'imiz bilan, haqiqiy ovozimiz bilan ijro qilatdik. Hamda hozir nurg'un suplar yaxshi bo'lib ketdi. Meningki deydiganim hozir hamda yangi yetishib chiqayotgan naqshlar shunda yaxshi chiqyotidi. Bizning keynimizga yetishib chiqayotgan bolalarmi muzika ijro qilish bo'lsin, naqsh ijro qilish jihatdan bo'lsin, yangilik bor. Bizmi qabul qilg'idak, bizmi qoyil bo'lg'idak bolalar chiqyotidi. Yana bir turkumdagi bolalar bor. Ovoz o'ngilish uskunalarini qurashtiriblar. Naqshni ko'p jiltisiga kirib turib egalamay o'qiblar kun suplarga vangin deymiz, doyin deymiz, arqa suplarga bir plan asarning qimmatini bilmayotgan bolalar bor. Hani bir asarning ro'yobga chiqishi, bir ijodiyatning bizning bolamizga o'xshaydi o'chu. To'g'ri. Bir bolani 0 yoshdan japotat cho'ng qilib, buni bir jamiyat ixtisos odam qilguncha bir atani qancha jafo mushaqqatni tatdi, dal shunga o'xshash. Buni qalliqqa turibmish davrga tushgudek tekst yezib, buni ohanglashtirib, jazig ilib, buni qaysi muzikatga tushidi, yoki o'zim chalamdim, yoki falan muzikatga biraymi degandek uningga men tirik sozlarni, tankash muzikalarni yarashtirib chilib, buni masterlab, hozir mana bu uskunam shunday yaxshilanmoqda. Suzuk holatda kishilarni quliq yoqidek holatda xalqqa sunishga buningga jarayon ketadi. To'g'ri. CD bitgandan keyin uni avvalsin suratga olay desa, operatorlar bilan ushqishib, buning avval maydon ko'rib, qanday maydon mos keldi shu naqshaga. Necha maydonni ko'rib, uning qanday aktyorlar mos keldi, uni tuplab, uningga mablag' bilan bo'ldigan ish hammasi. To'g'ri. Eng avval shu. Hammada yomon shu. Mablag'. Mablag' bilan bo'ldigan ish. Mening beshimda ko'p o'tdi. Kendimizga 20-30 adamni silib, operatorlar deymiz, ba'zi jangolat qatiqlarni yegan vaqtlarimiz bor suv bilan. Ekranga eng yaxshi holatimizda chiqamiz, uni kendi kishilarni hech kim ko'rmaydi. To'g'ri. Shu o'lchamlik naqsh 3.4 mud naqshlarni suratga ilib, xalq sunib qo'yish Allohda uning nur bo'lgan jarayonlar ketadi-chu. Shunda jafo mushaqqatlar ro'yobga chiqadigan ishlar. Shunglashqa mening deydiganim yosh yetishayotgan bolalar deydiganim shu bir yangi chiqayotgan asarlar bo'lsin, har qanday asarlarning bir hurmat qilishgan deyman-chu. Bu asar qanday ro'yobga chiqdi. Bo'lsa o'zim bir qatim mablag' sep o'ziga qilib voy, bir mashina pul. O'zing qilayotgan mas'ul bo'lsa kerak demakchi. Mas'ul bo'lsa kerak demakchi. Shunlashqimi shu bolalar deydiganim bir asarninki qalam tutgan, shuni ohanglashtirgan, shuning muzikasini o'lchamli holatda pechi qilgan shu ustozlarimizga, shu kishilarga bir hurmat qilishgan degan asaqlam kichkina bir fikrim bor. Bo'ldi, rahmat. Mahmudjon, shu ta'lim navosi programmasi yo'l qo'yilib, hozirgacha nurg'unlagan do'stlarimizning yaxshi fikrlariga, yoqtirib ko'rishiga muyassar bo'lyotdi. Bugun sizmi programmamizga qatnashib o'tiribsiz. Sizning va bizning shu programmamizga qanday bir yurak so'zlaringiz, qanday bir taklif fikrlaringiz bor, shu haqda bir paranglashib bakkan bo'lsak. Bo'ldi. Nihoyat xush bo'ldik. Baya degandek hozir sakinlar shunday yaxshi, qo'llashlar shunday yaxshi bo'lib o'tadi. Bumu bizga yaxshi kelgan bir fursat. Endi biz artist bo'lgan ekanmiz, har qanday sakinni hurmat qilishimiz kerak. To'g'ri. Men ta'lim namoz programmasi echilibdi diyorimizda deb shunday xush bo'lgandim. Qashkina sizlardan bu xabarni anglab, buning menga kelgan yaxshi fursat ekanligini his qildim. Bundan keyin ta'lim namoz programmasininki taraqqiyotining texmi zo'r bo'lishini atab korxonchilarimizning bo'lsa, biz artistlarni shunday programma kuch chiqarayotgan bizning san'atimizni qo'llayotganlarni texmo qo'llab berishini chin dilimda umid qilaman. Oxirida bizning shu ta'lim namoz programmasining oqsab xizmatini qilayotgan operatorlar, riyosatchilar hammalarga chin dilimdan rahmat aytaman. Ishlaringizning o'ng'ush bo'lishini tilaymiz. Yana oxirida deydiganim, meniki san'at hayotimda yana meni qo'llab, tomoqlarimni joyim it berib,
Səmət etməy, uğuldub etməy. Mən kuyunub atqan ailedeki ayalıma rəhmət etmən. Akılarıma, qeyrindaşlarıma çin dilimdə rəhmət etmən. Rəhmət sizlərə. Rahmatjon, sizning bu vaqtdan ichidan vaqt chiqarib bizning programmamizga qatnashib, qimmatli taklif fikrlarni berganingizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz va shundaqla bundan keyingi shu san'at hayotingizga zo'r utuqlarni, turmushingizga texmi go'zal ma'nolarni qo'shishingiz uchun chin dilimizdan tilakdosh bildiramiz. Rahmat sizga. Rahmat. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli to'rdoshlar, vaqt e'tibori bilan Shinjong Ko'nak fan texnik cheklik shirkati ko'rgin media ishxonasi tarqatgan Shinjong Saray yemak-ichmak mulozimat cheklik shirkati tajdorligidagi Tarim navosi programmamizning bu alayda sonini bu yerda oxirlashtirish oldida turibdimiz. Kelarki sonni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.